O'zbekiston Respublikasi xalq ustasi, Buxoro hunarmandi Baxshullo Jumayev. Uning Buxoro zardozlik maktabini rivojlantirishda ulushi katta. Ustaning tikkan zardozlik buyumlari bugun butun dunyoga tarqalgan va u o'z ishlari orqali zardozlikning yuksak san'at ekanligini yana bir bor isbotladi. Mohir zardoz yoshlarni usta shogird maktabi asosida zardozlikka o'rgatib, ularni ish bilan ta'minladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sovrini uchun o'tkazilgan tashabbus ko'rik tanlovining dastlabki yillarida g'olib sifatida yengil avtomashina bilan mukofotlandi. Ko'plab xalqaro festivallarda ishtirok etib, g'oliblikni qo'lga kiritgan. Shuning uchun uning mehnatlari yuksak qadrlanib, davlatimiz rahbari farmoniga ko'ra shuhrat medaliga sazovor bo'lgan edi. Mustaqilligimizning 32 yilligi arafasida esa O'zbekiston Respublikasi xalq ustasi yuksak unvoniga loyiq deb topilgan. Mana u yaratgan Buxoro zardozligining nodir namunalari, nusxalari cheksiz, naqshlari ko'p. Ajdodlardan meros bu hunar haqida ko'plab manbalarda ma'lumotlar yozib qoldirilgan. U ham zardoz, ham rassom, ham mohir dizayner bo'lishida ustozlarining o'rni beqiyos ekanligini tez-tez eslaydi. Qadim-qadimdan ma'lumki, Buxoro hunarmandlar shahri bo'lib kelgan. Darhaqiqat, bundan 100 yil oldin Buxoroda 120 dan ortiq hunar turlari bo'lgan. Endi bugungi zamonamiz rivojlanish tufayli, texnologiyalar paydo bo'lgani tufayli hozirgi paytda hali ham ba'zi hunarlar yo'qolgan bo'lsa ham, bugungi kunda Buxoroda 50 dan ortiq hunar turlari bor va hunarmandlarimiz mana shu hunar turlari bilan shug'ullanib kelmoqdalar. Mana shunday hunar turlaridan eng qadimlaridan biri bu zardozlik san'ati hisoblanadi. Zardozlik san'ati arxeologik qazishmalardan ma'lumki 2000 yillik tarixga ega va zardozlikka oid bo'lgan ikkinchi ko'rinish 7-8 asrga oid devoriy arxitekturada namoyon bo'ladi. Bu endi 7-8 asrda shu zardozlik kiyimlar kiygan insonlarning tasviri tushirilganligi bilinib bo'ladi. Bundan keyingi tarix bu miniatyurat san'atida juda yaqqol bilinadi. 9-asrga, 10-asrga taalluqli bo'lgan miniatyura sohasida ishlangan miniatyuralarimizda zardozlik kiyimlari kiygan insonlarning tasviri juda ham chiroyli va yaqqol ko'rinib turadi. Mana shundan bilamizki, bu haqiqatan ham tarixiy o'zining tarixiga ega. Endi zardozlikning eng rivojlangan davri bu endi Amir Temur davri bilan bog'liq. U kishining shaxsi bilan bog'liq. Shu Amir Temur davridan boshlab amirlar, xonlar o'zlarining saroylarida maxsus zardozlarni saqlab, ular bilan birga ishlab, ularga buyurtmalar berib, mana shu davom etgan. Endi yana bir qiziq tomoni shundaki, ko'plar savol beradilar, nima uchun Buxoro aynan zardozlik san'ati markazi deb ataladi. Tarixdan ma'lumki, 16-asrdan keyingi har qanday manbalarda, kitoblarda bo'lsin, boshqa manbalarda bo'lsin, barchasida zardozlik to'g'risida gap ketganda, albatta zardozlik Buxoro so'zi zardozlikdan oldin aytilib yozib borilgan. Buxoro zardozligi. Zardozlikning hozir bugungi yoshlarimizga ahamiyati, uning tarixi, ularning shu bilan qiziqadiganlar, bu san'atga o'zlarini baxshida qilmoqchi bo'lgan, o'zlari shu san'atni sevib kirmoqchi bo'lgan yoshlarimizga mana shuni bafurja bir boshdan oxirigacha qanday chizilishi, qanday gullar ishlatilishi, qanday xomashyolardan foydalanishi, naqshlarning turlari, nomlanishi, mana shularni ham aytib o'tmoqchiman. Endi mana bu yer bizning ish jarayonimiz davom etadigan stolimiz. Iloji bo'lsa mana stolimiz mana shunday kengroq, o'zimizga qulay bo'lishi kerak.
barcha kerakli anjomlar stol ustida tayyor turilishi kerak ish boshlagan paytimizda. Endi birinchi albatta navbatda naqshlarni tanlashdan boshlaymiz ishimizni. Endi naqshlarimiz asosan ma'lumki mana shu islomiy naqshlardan va handasaviy naqshlardan iborat. Ko'pincha islomiy naqshlardan foydalanamiz. Haqiqatan ham mana islomiy naqshlar bizning hammasi shu O'rta Osiyoning o'simliklaridan olinadi. Mana shu o'simliklardan foydalanib, ularning stillashtirilgan naqshlari. Mana o'sha naqshlarni chizayotgan paytda bir narsaga e'tibor berish kerakki, mana shu naqshlarimiz bir-biriga omoqda bo'lgan holda bo'lishi kerak. Masalan, bitta lola gulini chizgan paytda bir atirgul, boshqa gullardan emas, iloji bo'lsa mana shu bitta gulga qaratilgan. Uning barglari aniq bo'lishi kerak. Masalan, lola guli chiziladigan bo'lsa, lolaning barglari chizilishi kerak. Masalan, boshqa qandaydir atirgul bo'lsa, atirgulning gul o'sha barglardan iborat bo'lishi kerak. Ba'zida yoshlarimiz xato qilib qo'yishadi. Mana bajarayotgan gulni chizadilar, lolaning guli, bargini chizayotganda atirgulning chizilmay qoladi. Shuning uchun mana shu xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak. Mana shu omoqda bo'lishi kerak. Endi handasaviy naqshlar albatta bizning barcha arxitektura yodgorliklarimizda ham ko'proq ishlatiladi va ulardan ham unumli foydalangan holda handasaviy naqshlar ham albatta chizilishi mumkin. Lekin biz zarduzlar ko'pincha ham handasaviy ham islomiy gullarni omoqda qilgan holda narsalarni tikamiz va bu juda chiroyli naqshlarga olib keladi. Endi gullarni ko'pincha bizlar mana shunday shaffof qog'ozlarda chizamiz. Shaffof qog'ozlarda chizishning afzallik tomoni shundaki, mana bu shaffof qog'ozda gulingiz chizilgan bo'lsa, buni davom ettirish uchun mana ritmikani saqlagan holda bir-biriga birlashtirish uchun mana shaffof qog'oz juda qulay hisoblanadi. Mana tayyor gulimiz davom ettirishga tagidan shuni birinchi gulini naqshni va ritmikani ikkinchi bo'limida shu naqshni shaffof qog'ozni tagidan qo'yib davom ettiramiz va chizishimiz osonroq bo'ladi. Va shaffof qog'ozda nima uchun chizishni yana bir sababi shundaki, gullarimizni chizilgandan keyin, mana naqshimiz tayyor bo'lgandan keyin bu naqshlarni qaytadan yana bir davom ettirish uchun buni mana shu shaffof qog'ozimizni o'chirgichdan foydalanib o'zimizga mana shunday teshadigan asbobni tayyorlab olishimiz mumkin. Buning uchun mana oddiygina mana o'chirg'ich va o'chirg'ichning bir uchiga o'zimizning shu ishlatadigan ignamizni, iloji bo'lsa ignamiz sal uzunroq bo'lishi kerak. Buni rezinkaga yaxshilab o'rnatib olamiz va mana shu rezinka bilan foydalangan holda mana ignamiz bilan mana shu butun chizgan naqshimizning butun sathini teshib chiqishimiz kerak. Igna bilan teshib chiqish jarayonida bir xilda harakat qilib to'liqgina mana shu o'zimizning naqshimiz qanday chizilgan bo'lsa, xuddi shunday holatda mana shu teshib chiqishimiz kerak. Bu nima uchun kerak? Mana bu gulimiz chizildi. Ular atrofi to'liq teshib chiqildi. Xohlagan materialimizdan iloji bo'lsa oq materialim bo'lishi kerak. Buni mana 4 qavat, 5 qavat qilgan holda tayyorlaymiz. Qo'limizning ostida mana shu oddiygina uslublar bilan, demak, bu naqshimiz chizildi. Buni tayyorladik 4-5 qavat qilib. Chunki bunga ham e'tibor berishimiz kerak. Mana shu materialimiz, qo'yilgan materialimiz juda qalin ham bo'lmasligi kerak, juda yupqa ham bo'lmasligi kerak. Shuning uchun 4-5 qavat mana shunday oddiy surp bo'ladimi, bo'z bo'ladimi foydalanishimiz mumkin. Va shu bilan demak to'liq mana shu sathini iloji bo'lsa yaqin qilib aralig'ida shu 1,5 millimetr, 2 millimetr aralig'ida to'liq mana teshib chiqamiz. Mana shu jarayon
bu ham murakkab, bu ham zarduzlikdan qolishmaydigan darajadagi keyingi ishimiz hisoblanadi. Mana to'liq mana shunday teshib chiqiladi. Erinmaslik kerak va bu teshish jarayonida asosiy e'tibor berishimiz kerak mana shu naqshlarimizning uch tomonlariga. Mana shu uchlari eng oxirgi uchida albatta nuqta tushishi kerak. Chunki mana shu uchlar kesayotgan paytimizda juda ham ahamiyatga ega. Chunki agar mana shu uchlari juda ham to'g'ri teshilmagan bo'lsa, biz kesish jarayonida qiyinchiliklarga uchrashimiz mumkin. Shuning uchun mana shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Bundan tashqari endi naqshni chizish jarayonida birinchi nusxani chizgan paytimizda iloji bo'lsa mana shu naqshimizni o'zida bo'ladigan zarduzlik tikayotgan narsamizni to'liq ko'z oldimizga keltirgan holda chizishimiz kerak va qayerlarga tagalak, qayerlarda ko'buli, qayerlarda yana boshqa tikish usullari bo'lishini aniq ko'z oldimizga keltirishimiz shart. Mana shu naqshingiz peshonaband uchunmi yoki to'n uchunmi yo poyafzal uchunmi mo'ljallangani ham albatta bilishimiz kerak. Shuning uchun masalan ba'zida xatoliklarga yo'l qo'yiladilar. Peshonabandning gurini oyoq kiyimlarida ishlatgan paytlari bo'ladi yoki boshqa lozimlarda ishlatgan bo'ladi. O'shalarga e'tibor berishga, har bitta naqshning ma'nosiga qarab, masalan ayollar uchun to'n tikadigan bo'lsak, shu ayollarga xosroq bo'lgan nozikroq, jimjimador naqshlardan va aksincha erkaklar uchun bo'ladigan bo'lsa, shu naqshlarimiz kengroq, salobatliroq bo'lishi kerak. Mana shularga e'tibor berish kerak. Shuning uchun endi mana naqshlar chizildi. Bizning shaffof qog'ozimizda bularni ko'chirib oldik. Ham buni teshib tayyorladik. Keyingi jarayon mana shu bizning bo'lgan naqshimizni shaffof qog'ozdan kartonga ko'chirish jarayoni. Endi keyingi jarayon bu narsani hammasini demak karton qog'ozimizga ko'chirishimiz kerak. Buning uchun albatta mana shu shaffof qog'ozimizni yaxshilab karton ustiga joylashtiramiz kerakli joyida va albatta bunga e'tibor berishimiz kerak. Ikki tomondan og'ir bir narsa bilan buni bostirib qo'yishimiz kerak. Chunki ko'chirish jarayonida 1 millimetr ham bizning shaffof qog'ozimiz joyidan ko'chmasligi kerak. Agar joyidan qimirlaydi, siljiydigan bo'lsa, naqshimiz to'g'ri joyiga tushmaydi. Shuning uchun mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Demak, bu tayyor holga keltirildi. Karton ustiga joylashtirdik naqshimizni. Undan keyingi jarayon maxsus suyulg'imizni tayyorlab olamiz. Bu suyulg'ini o'zimizning idishimizga solib tayyorlagandan keyin va maxsus lattadan mana shunday shakldagi lattadan o'rab taxlab olamiz. Bu endi bizning ko'chirishimizga yordam beradigan asbobimiz hisoblanadi va mana o'zimizning suyuqlikka botirib mana bu narsani sekin-sekin bir boshdan ko'chirib boramiz. Endi e'tibor berish kerak bunday paytda mana shu naqshimizning biron burchagi ham, bironta nuqtasi ham ko'chirish jarayonida qolib ketmasligi kerak. Bu to'liq ko'chirib olgandan keyin bostirib qo'ygan buyumimizni bir tomonda ochib ko'rishimiz ham mumkin.
to'g'ri hammasi joyiga tushganmi yo'qmi, agar joyiga tushmagan bo'lsa yana qaytadan yana tekshirgan holda, demak bu naqshimiz to'liq ko'chganda imon hosil qilganimizdan keyin sekin shaffof qog'ozimizni olib qo'yamiz va keyingi yana boshqa jarayonni davom ettiramiz. Undan keyingi jarayon, bu ham eng asosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. Mana shu gullarni maxsus qaychimiz bilan kesib olishimiz kerak. Mana maxsus qaychi, bu qaychi azaldan bizlar uchun maxsus tayyorlab berilgan ushturgardan nomlanadi. Ba'zilar buni endi laylakning tumshug'iga o'xshagani uchun laylakning tumshug'iga o'xshagan qaychi deydilar. Mana shu qaychi bilan gullarni kesib bo'lamiz. Kartonga ko'chirganda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu kartonni ham juda qalin, juda ham ingichka bo'lmasligi kerak. Chunki men ishlatadigan mana kartonlarimiz 0,7-0,8 mm hisoblanadi. Bu agar bundan qalin bo'lsa, karton gullarimiz qalin bo'lsa qo'pol chiqadi tikayotgan narsamiz. Agar juda ham ingichka yumshoq bo'lsa, yumshoq holida u ham sifatsiz chiqadi. Shuning uchun 0,7-0,8 atrofda bo'lishi kerak. Mana qaychi bilan kesish jarayoni, mana bu qaychimizni e'tibor berish kerak. Mana shunday holda saqlash kerak. Ko'plar buni chap holda saqlaganda noto'g'ri bo'ladi va bu bilan shu karton gullarimiz sekin-sekin kesib boriladi. Demak, mana shu teshilgan nuqtalar ustidan nuqtani ikki holga bo'lgan holda, mana kichkina nuqtalar bo'lsa ham uni ikkiga bo'lgan holda shuni sekin-sekin kesib boramiz. Albatta ravonligiga harakat qilishimiz kerak, uzilib qolmasligi kerak. Uzilganda o'sha joylari bir xil tekislikda chiqmaydi. Mana shunday sekin-sekin gullarni chiroyli qilib kesib boramiz. Albatta bir narsaga e'tibor berish kerak. Bu yerda har bir necha joyida band qo'yib borishimiz kerak. Band shu gullarning shaklini saqlash uchun. Agar buni to'liq kesib boradigan bo'lsak, gulimiz tushib ketadi. Gullarimiz kesib olgandan keyin yana bir muhim jarayon, buning ba'zi xohlaymizki turli ranglar bo'lishi uchun aplikatsiyalar yopishtiramiz. Bu aplikatsiyalar demak, masalan qizilmi, ko'k rangmi, yashil rangmi, buni faqat e'tibor berishimiz kerak. Hozir kesilgan gulimizni orqa tomonidan mana shu aplikatsiyalar mana shunday holatda yopishtirib chiqishimiz kerak. Mana orqa tomondan yopishtirishga ham oddiygina o'zimizning xamirdan smetanaga o'xshagan suyuqlik tayyorlab, o'sha bilan yopishtiriladi orqa tomondan. Albatta buni aynan shu gulni o'ziga moslashtirib olishimiz shart emas. Kattaroq hajmda olib yopishtirgandan keyin bu salgina bir yarim soat qo'yib qurigandan keyin buni kichik qaychi bilan albatta oshiqcha joylarini kesib olamiz. Natijada mana shunday gulimiz tikish uchun tayyor holga keladi.
zar ishini boshlaymiz. Demak, uni gullarini kesdik, aplikatsiyalar qo'yildi va albatta bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu ko'klanadigan duxobamiz albatta chubimizga, daskovimizga tarang holda tortilishi shart. Tortilgandan keyin gulimizni shu kerakli joyiga duxobani ustiga qo'ndirib boramiz. Va albatta birinchi navbatda ish jarayonida bizda mana shunday patila degan eng muhim asboblardan biri foydalaniladi. Bu patila shu uzunligi taxminan 20 sm, 22 sm hajmdagi yog'ochdan qilinadi. Lekin bu patilani tayyorlashda ham bir narsaga e'tibor beriladi. Bu patila asosiy asbob bo'lgani uchun mana shu zarimizni tortib turishi maqsadida ikki tomonidan teshib, uning ichiga qo'rg'oshin joylanadi. Va taxminan 4-5 sm ikki tomonidan qo'rg'oshin joylashtirilgan. Shuning uchun bu patilamiz og'irroq holatda. Qalinligi taxminan 12-13 mm bo'ladi. Va albatta bu patilaga chiroyli qilib, o'zimizning qo'limizga qulay qilib zarimizni o'rab olamiz. Zarni o'rab olishga bir narsaga e'tibor berish kerak. Mana shu zarimiz agar tikayotgan mahsulotimiz juda ingichka bo'ladigan bo'lsa, 2-3 qavat qilinadi. Agar qalinroq, shu naqshimiz qalinroq bo'lsa, 4, 5, 6 qavat bo'lishi mumkin. O'rab olinadi mana shu holatda va ko'rib turganlaringizdek, bu yerda menga hozir Rafiqam Muqaddasxon yordam beryaptilar. U kishi bilan biz 45 yildan beri birgalikda ish olib boryapmiz. Demak, mana hozir gulni qo'ndirilgandan keyin hozir guldo'zi qismi olib borilyapti. Bu guldo'zi shu zardo'zlikning eng alifbosi hisoblanadi. Bizlar shogirdlarimizga mana shu guldo'zining tikilishini bilan ularni ishga o'rgatib boramiz. Bu faqat alifbosi. Endi bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana bu kishi hozir tikayotganda mana shu bitta qo'limiz pastda, bittasi yuqorida. Hamisha mana shunday holda saqlanishi kerak. Zarur bo'lmaganda chap qo'limiz faqat pastdan chiqmasligi, tepaga chiqmasligi shart. Mana tepadan tikilganda o'ng qo'l bilan tepa qismini harakatga keltiramiz. Pastdagi chap qo'limiz bilan mana shu guldo'zni tikish holatini ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda hozir qiyinligi shundaki, tepada bo'layotgan ishda jarayonida ko'z bilan tepadan uni mo'ljallab ignamizni chiqarishimiz mumkin. Lekin pastdan albatta o'sha millimikronni biza shuni o'zimiz sezgan holda tikib borishimiz kerak. Bejizga qadim zamonlarda shogirdlarga 10 yil, 12 yil davomida mana shu san'at o'rgatilmagan. Chunki buning murakkab tomonlari bor. Lekin albatta buni sevib o'zingiz ishlaydigan bo'lsangiz, hech qachon bu ko'ngilga tegadigan narsa emas. O'zlari sevib ishni olib borishlari mumkin. Mana bu guldo'zi ishi davom etyapti. Mana bu guldo'zidan boshqa endi bizda zamindo'zi uslublari bor. Hozir buni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana zardo'zlik guldo'zi tikayotgan paytda 1 sm joyini tikish uchun bizlar 26 marta igna qadashga to'g'ri keladi. Lekin bu faqat aytib o'tganimdek bu alifbosi. Lekin mana shu yerda bu kitobimdan olingan rasmlar, men shu tikish uslublarini bizning Buxoromizni Buxoro zardo'zligi deb dunyoga tanitgan va Buxoroning zardo'zlik markazi deb atalishiga sabab bo'lgan mana shu tikish uslublari hisoblanadi. 30 dan ortiq mana shunday tikish uslublari bor. Bularni har bittasini men kitob yozayotgan paytda ham tikib, ham chizib ko'rsatganman. Ba'zi shogirdlarimiz tikish uslub rasmiga qarab tikishni ma'qul ko'radi, ba'zilari tikilganiga qarab. Shuning uchun ham tikib, ham nima qilib qo'yiladi. Endi bu yerda mana shu zamindo'zimizda bir narsaga e'tibor berish kerak. 1 kvadrat santimetrni joyini tikish uchun 50 ta 60 ta igna qadashimizga to'g'ri keladi. Mana murakkabligi ham va Buxoroning zardo'zligi dunyoning boshqa zardo'zligidan ajralib turishiga ham mana shu uslublar hisoblanadi. Har bitta buning nomlanishi bor. Buning masalan
bir boshdan shuni boshlab bu yerda ko'rsatgan bo'lsak, mana bu gulduzi bo'lsa, bundan keyingida davom etadi mavji yagroya, mavji durriya, chashmi bulbul, g'ishti haram va shunga o'xshagan uslublar bor. Har bittasini nomlanishi bor, lekin mana shu uslublarni ham albatta joy-joyiga ishlatgan ma'qul hisoblanadi va bizda ko'proq mana shu narsalarni qizlarimizga o'rgatishda men bitta uslubdan foydalanaman. Mana shu uslublar hammasini alohida o'rganib chiqqandan keyin shogirdlarimiz men ularni hammasini albatta Buxoroning Minorai kalonini tikishga maslahat beraman va ularga yordam beraman. Bunga sabab shundaki, ma'lumki bizning Minorai kalonimiz 14 ta banddan iborat. Har bitta bandi bitta uslub bilan tikish uchun juda munosib holda. Shuning uchun agar mana shu minoramizni to'liq qaysi bir shogirdimiz oxirigacha tikib yetkazib bilsa, bu demak bizga o'zimizga teng ravishda usta bo'lgan hisoblanadi. Mana minorada 14 xil uslub ishlatiladi. Mana zardozlik guldozi bo'ldi, undan keyin zamindozi bo'ldi, lekin bu ish bilan ham zardozlik ishimiz bitgan emas. Bizda eng yana zarur narsalardan biri bularni demak bezak berishimiz kerak. Atroflari bizda mana tofta degan narsamiz bor. Shu tofta bilan buni barcha tikan joylarini, atroflarini shu tofta bilan tahrir qilib chiqamiz. Bu tahrirda demak tahrirni o'zi o'z nomi bilan tahrir. Tahrirdan o'tkazish uchun faqat uni oddiygina shunday kobili, tagalaklar bilan emas, barcha o'zimizga bo'lgan bezak uslublar bilan bezatib boramiz. Natijada haqiqiy jozibadorlik eng cho'qqisiga yetgan holda bo'ladi. Mohir zardo'z, rassom, Buxoro davlat universiteti amaliy san'at kafedrasi o'qituvchisi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi qoshidagi San'atshunoslik instituti doktoranti, Respublika hunarmand uyushmasi faxriy a'zosi, O'zbekiston badiiy akademiyasi a'zosi, Zardo'zlik san'ati kitobi muallifi, xorijiy davlatlarda turli ko'rgazmalarda ishtirok etib, Buxoro zardo'zlik hunari dong'ini dunyoga taratayotgan O'zbekiston Respublikasi xalq ustasi Baxshullo Jumayevning Buxoro zardo'zlik maktabi bo'yicha bergan ma'lumotlarini sizlarga ham ilindik. Bunday tajribali insonlar bor ekan, Buxoro zardo'zligi asrlar mobaynida davom etaveradi.